Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun yana bir mijozimizda ajoyib natijaga erishdik. Yana bir mijozimiz nevroz holatidan xudo xolisa butunlay chiqdilar. Hozir o'zlari bilan shu holatni boshlanishi, oraliq davomiyligi, nimalar qilingani, qancha vaqt bu holatdan qiynalganlari, shular haqida o'zlarining og'izlaridan eshitamiz, o'zlari aytib berishadi. Yuzlarini ko'rsatishga ozgina istihola qilishdi, shuning uchun ovozli podkast qilyapmiz. Xo'p, aka, bir boshdan shoshilmay tushuntirib aytavering, chunki bemorlarga bu narsa o'zlaridagi holatni eslatadi. Ko'proq motivatsiya berish uchun bu videolarni olamiz, bu yozuvlarni qilamiz. Qachon boshlandi bu holat, nimadan boshlandi? Bu holat 2 yil oldin kechqurun o'rnimdan turib tashqariga chiqib qaytishimda yurak tezlashib urdi, nafas qisganga o'xshadi. O'zimni o'zim qo'rqitdim, shu bilan qo'rqib tushib davleniya ko'tarilib ketdi. Shu bilan tez yordam chaqirdik. Borib qaytib kelib turib yana chaqirib bordim. Shu bilan Bansaga tez yordamda keldim. Yani 2 yil bo'ldi o'sha boshlanganiga. Bu yurak og'ridi, undan keyin yuragim kasallangan, yuragim og'riganda Bansaga borsam hamma yo'q sog'lom chiqardi. Yurakda kasal chiqmadi. Yurak tezlashib ketdi. Og'riq paydo bo'ldi. Undan keyin Folbinga bordim. Mo'llaga bordim, bormagan joyim qolmadi. Boshi aylanish boshladi keyin. Bansaga borsam sog'lom chiqasan. Qaytib kelaman, o'sha bosh og'riq, bosh aylanishi. Aylanganga o'xshash holat bo'laveradi, yurganingizda boshqada. Lekin yiqilish yo'q. Doktorlar aytadi, yiqilmaysan u. Sen sog'lomsan, uyingga ketdim, qaytarib yubordi. 2-3 marta. Kimasa 2 yil bo'ldi, masalan, 23 aprel oyida boshlangan bo'lsa, 15-17 aprel yillarda o'shanda boshlangan. O'sha bilan yurib yiliga arqa boraman. Ayniqsa ko'proq meni yuragimda bezovta qildi bu. Bir yilda 2 marta, 3 marta, 4 martagacha EKG qildirib, holter taqdim orada 2 marta. Unda sog'lom chiqardi. Endi shu bilan yurib mana og'ridi, sizni ko'rib, eshitib, sizni yoningizga keldim. Mana Xudoga shukr. Mana 4 kun, 5 kun bo'ldi. 5-chi seansda mana Xudoga shukr zo'r yaxshi bo'lib ketdim. Hozir qo'rquv yo'q, boshqa yo'q. Bosh aylanish bor, bosh aylanishim to'xtadi. Og'riqlar qolmadi mana hozir. Ko'chaga chiqish, janoza ta'ziyalardan ham o'tishlar bo'lardi, xudo xohlasa. Naqadar umuman eshitsam birov o'tib qolibdi, o'lib qolibdi desa, umuman o'zimni qo'ygan joy topolmasdim. Undan joyga bora olmasdim. Ana ko'chaga chiqish tugul, umuman uyda odam bo'lmasa o'zim o'tirganim bo'lardim. Shundan hozir 2 yil o'tib ketdi, aqqa yurdi. Mana endi Xudoga shukr sog'lom bo'ldim o'zim hozir. 100% sog'lom bo'ldim. Hozir qanaqa his qilyapsiz o'zingizni? Qanaqa fikrlar miyangizda aka? Hozir o'zimni zakon his qilyapman. Yengil, miyadan bo'sh bo'lib qoldi hozir. Davleniyadan qo'rquv bo'lardi. Nimalar qilmay yemay qo'yardingiz? Davleniyadan qo'y go'shti yemasdim. Qo'y yog'i yemasdim. Qora choy ichmasdim. Kim nimani yesang davleniyang oshadi desa shu miyaga saqlanib qoladigan. Shu narsalar yemasdingiz. Yemasdim. Mana hozir yeyapman. Kecha ko'rdingiz o'zingiz. Hamma narsa unda fikrdan ekan demak, to'g'ri? Hammasi miyadan ekan, o'y xayolda ekan u. Fikrlarda hisobiga. Shuni fikrlar hisobiga shunday bo'ladi. U hech qo'rqadi, kasallik emas ekan, faqat miyani tozalash kerak ekan. Aka qarang, endi sizga o'xshagan kasallar juda ko'p, son minglab
va O'zbekiston bo'yicha ham shu kasallarga endi o'zingizni tajribangizdan, o'zingiz boshingizdan o'tkazgan narsalardan qisqa qilib ozgina tavsiya bersangiz shularga nimalar qilsa yaxshi bo'ladi, shular nimalar deya olasiz shu haqida? Bemorlarga nima deymiz endi? Doktorga borish foydasi yo'q ekan. Mullaga borishdan foydasi yo'q ekan. Fol bilan. Faqat mana shu o'zi ustida ishlab dori-darmon keragi yo'q. Masalan, dori-darmon ishlatmadik, to'g'rimi siz bilan? Eng keragi psixoterapiya ekan. Miyani fikrni tozalash. Tozalash. O'sha u dori-darmonda tuzalganda u allaqachon tuzaladi. Men ancha allaqachon tuzalardi. Qanchaga bo'lsa 5 kun hozir masalan sizda ketma-ket bo'ldi, to'g'rimi? Pashti bir haftaga ham bormadi, to'g'rimi? Davolanish holatingiz. Har kuni kunda 1 soatdan ishladik. Seans o'tkazdik. Hozir mana holatingiz yaxshi, zo'r. O'zingizga ishonch ortdi. Ishonch 100% ortdi. Aka, rahmat. Shunchalik o'zingizdagi holatni aytib olganingiz uchun bu bizni bemorlarimizga juda katta motivatsiya bo'ladi tuzalish uchun. Juda ko'pchiliklari hattoki kommentariyada yozishadi, bu kasal o'zi tuzaladimi degan savolni berishadi-da. Ko'pchilik qo'rqitib qo'ygan, tuzalmaydi, o'lguningcha shunday ketasan yoki o'lguningcha shu dorini ichib yurasan, boshqa holat yo'q degan narsalarda hukm qilib qo'yilgan. Shuning uchun ko'pchilik tushkunlikka tushgan holatlar bor. Shuning uchun bu videoni yoki bu ovozli yozuvni qilib berganingiz uchun ham sizga ham katta rahmat aka. Sog' bo'linglar.